yillikning sharafli raqamini o'sha kuzovda aks ettirishga harakat qilishgan O'zbekiston bayroqlari hammasidan go'zalroq qilmoqda. Biz yana bir bor barcha ishtirokchilarni, bugungi tomoshabinlarimizni tarixiy onlar bilan tabriklaymiz. Namangan chin ma'noda gullar shahri ekanligini nafaqat mintaqa balki butun dunyoga ko'rsatmoqda. Jamshid, agar siz ham e'tibor bergan bo'lsangiz, tabiat, Namangan axloq, gullar, go'zallik, kortej, barchasi hamohang hamda uyg'un. Va eng muhimi quyosh panellari bilan bezatilgan, yoshlarning shaxsan o'zi ham ixtirochilikka asoslangan qator avtomobillarga ham guvoh bo'lardik. Bu an'ana davom etyapti. Ko'rib turganingizdek, hashamdor kortejlar orasida retro zamonaviy modellar, sedan kuzovidagi va albatta yo'l tanlamas kuzovidagi avtomobillar, o'zimizning milliy brendlarimiz, xalqchil Damas avtomashinalari, Malibu va elektromobillar va albatta retro Moskvich avtomashinalarni ko'rib ham o'sha mashina ishqibozi bo'lgan o'sha yosh vakillari menimcha mamnun bo'lishadi. Bravo! Juda ham chiroyli, ajoyib uyg'unlik. Bu gullar bilan bezatilgan Moskvichga yana bir bor har bir insonning mehri tushadi. Agar aziz mehmonlar siz ham e'tibor berayotgan bo'lsangiz, har bir avtomobilga o'zgacha mehr berilgan, o'zgacha go'zallik taqdim etilgan. Yana bir bor har bir bog'bonlarimizga, mehnatsevar xalqimizga o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Albatta, mehnatsevar xalqimiz va albatta tadbirkor xalqimiz